Türkiye prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Xitoy va O'rta Osiyo davlatlari bilan bo'lgan do'stlikni kuchaytirish uchun Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lishni o'ylashib etibdi. Bloomberg to'g'rida chiqqan bir maqolada aytilishicha, Recep Tayyip Erdoğan 16 sentabr O'zbekistonning Samarqand shahrida o'tkazilgan Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlat boshliqlari kengashining 22-qatimliq yig'iniga qatnashgan kuni Xitoy raisi Xi Jinping va Rossiya prezidenti Putin bilan ko'rishgandan keyin Turkiyaning Shanxay hamkorlik tashkilotiga kirsa bo'ladiganligini bildirgan. Recep Tayyip Erdoğan Turkiya muxbirlariga Shanxay hamkorlik tashkiloti haqidagi fikrini bildirib, bizning bu davlatlar bilan bo'lgan munosabatimiz yep-yangi bir bosqichga qadam qo'ymoqda degan. Erdoğan yana o'zining Twitter hisobida uchur yo'llab, O'zbekistonda o'tkazilgan Shanxay hamkorlik tashkiloti davlat boshliqlari kengashining 22-qatimliq yig'inida do'stlarimiz bilan jam bo'lganimizdan xursand bo'ldik. Mazkur tashkilot bilan bo'lgan munosabatimizni o'rtaq hamkorlik asosida texnik yuksak pallaga ko'tarishimizga chin dilimizdan ishonamiz degan. Erdo'g'anning davlat xavfsizligi maslahatchisi Chag'ri Erhan Twitterga uchur yo'llab, Anqaraning izlayotgani g'arb dunyosining o'rnini oladigan hamkorlik emas, balki dunyoning har tarafidagi davlatlar bilan tangpon munosabat o'rnatish. Shundaqla g'arb dunyosiga o'zlari bilan dialog quradigan tarafning kim ekanligini aniq ko'rib olishiga yordamchi bo'lish degan. Turkiya Hacettepe Universiteti dotsenti, strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram apandi Turkiyaning Shanxay hamkorlik tashkiloti orqali Sharq bilan G'arb o'rtasida tangpon munosabat o'rnatish planining oson amalga oshmaydiganligini bildirib, mundaq dedi. Türkiye'nin Şanghay Hamkarlık Teşkilatı'na a'zo bo'lish talabi 2003 yılının 5'inde başlagan. Hazırgıca texi resmi a'zolikka ağını yok. 2012'de Türkiye'ne diyalog devleti deb bir statüge bergen. Ama hazırgıca yani İran'a o'xshash resmi a'zolikka almadı. Bo'lmasa İran mı Türkiye bile o'xshash vaqtlarda müracaat qilgan. Hem de Türkiye iki taraf yani Şarkı Garbi arasında bunda bir körük rolunu oynayman deydigan bolsa, hem Şark'taki bu devletlerle hem Garb'daki devletlerle ama yakın buluş lazım. Ama Türkiye tehi Avrupa Birliği olsun, Amerika bile olsun de münasebeti unchilik koyuk emas hamdi. Bazı yerlerde bir jiriklik mi var? Şununla bu rolunu oynaş ondak asan to'xtamaydi deb o'ylayman. Chag'ri Erhan bu qatim Shanxay hamkorlik tashkilotiga qatnashgan davlatlarning kuch ko'rsatishining sababsiz emasligini, bu hafta New York shahrida o'tkazilgan BDTning 77-qatimliq kengash yig'inida ularning Amerika boshchiligidagi g'arb davlatlari bilan bir maydon ilishadiganligini ko'rsatib o'tgan. Uning bildirishicha, BDTning yig'inida Amerika, Yevropa va ular bilan birlikda harakat qilayotgan Yaponiya, Avstraliya qatorliq ko'plagan davlatlar Ukrainani ishg'ol qilgan Rossiya bilan Tayvanni ishg'ol qilmoqchi bo'lgan Xitoyni qattiq ayblaydi ekan. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo Hindiston Rossiya bilan birlashib Amerikaga qarshi turamdi yoki Turkiya Rossiya va Xitoy bilan birlashib g'arb davlatlari bilan tamoman adojida bo'lamdi? Bular hozir darhol javob bermak qiyin masalalar ekan. Agar Erdo'g'anning Shanxay hamkorlik tashkilotiga kirish xiyoli amalga oshib qolsa, Turkiya NATOga a'zo davlatlar ichida tunji bo'lib, Shanxay hamkorlik tashkilotiga kirgan davlat bo'lib qoladi ekan. Ammo Turkiyaning NATO bilan Xitoydan teng manfaat olish xiyoli undan oson amalga oshmaydi ekan. Amerikadagi siyosiy analizchi Andres Kor bu vaqtda radiomizga yo'llagan inkosida mundaq dedi. Erdo'g'an Shanxay hamkorlik tashkilotiga kirishga urinsa, NATO tarafidan rad qilinishi kerak. NATO chuqum o'ziga a'zo davlatlarni Shanxay hamkorlik tashkilotidek bundaq raqobatchi guruhga a'zo bo'lmaslikni shart qilish kerak. Erdo'g'anning mustabidlik xohishi bor. Putin bilan bek yaqin. U yana NATOning ishlariga to'sqinlik qildi. Masalan, Shvetsiya bilan Finlandiyaning NATOga kirishiga qarshi turdi. Türkiye bundaq qilaversa NATOga a'zo davlatlar Turkiyani ittifoqdoshlikdan chiqarib o'tishi hamda Erdo'g'anga va Erdo'g'anni qo'llayotgan Turkiya shirkatlariga jazo yurgizishni o'ylashi kerak. Doktor Erkin Akramning qarashicha, Turkiyaning Shanxay hamkorlik tashkilotiga rasmiy a'zo bo'lishiga to'salg'i bo'ladigan bir muncha omillar bor ekan. Shanxay hamkorlik tashkilotiga kirish uchun bu Shanxay hamkorlik tashkilotidan qabul qilingan ba'zi kelishimlar bor. Bu kelishimga imzo etish uchun nurg'un bir rasmiyatlar lazım. Bu rasmiyatlarni to'ldirib bo'lguncha, shartlarni to'ldirib bo'lguncha hamda vaqtmi ketadi agarda ilingan taqdirdami. Shuningga bu o'ygunla bo'ldigan bir ish emas. Undan boshqa hamda Xitoy Turkiyaga bo'lgan bir ishonmaslikmi bor.
Türkiye qandal bo'lmasa NATO'ning a'zosi. Shundaqla G'arb bilan 200 yillik bir munosabati bor, yaxshi ya da yomon. Va shundaqla Sharq Turkiston masalasining shu ideya manbasi shu Turkiyadan deb Xitoy oshna qaraydi. Shuningga Turkiya agarda Shanxay hamkorlik tashkilotining a'zosi bo'lman desa, ya'ni NATOdan chiqmang kerak deydigan talabni qilish mumkin endi. Shuningga Shanxay hamkorlik tashkiloti kirishi ham vaqt chetdan hamda ba'zi siyosiy sababdan tufayli bunda osonga to'xtamaydi deb o'ylayman. Bloomberg to'rining bu xabarda ko'rsatilishicha, Turkiya 2013 yildan boshlab Shanxay hamkorlik tashkilotining nomzod davlatlari qatoriga kirgan. Erdo'g'an bu tashkilotga rasmiy a'zo bo'lish orqali G'arbga gap o'tkazish va Turkiyaning iqtisodini yaxshilashni ko'zlagan bo'lishi mumkin. Ammo Yevropa davlatlari bunga qanday qaraydi? Reuters agentligining 20-sentabr kunidagi xabariga qaraganda, Germaniya bosh ministri Olaf Scholz Erdo'g'anning Shanxay hamkorlik tashkilotiga kirmoqchi bo'lganidan terkib ketgan va Nyu-Yorkda o'tkazilayotgan BDT yig'inida uning bilan ko'rishib, bu tashkilot dunyoning tinchligi uchun to'p qo'shadigan tashkilot emas degan. Doktor Erkin Akramning qarashicha, Xitoyning Shanxay hamkorlik tashkilotidagi maqsadi aslida Uyg'urlarning mustaqillik orzusini yo'q qilib, Uyg'ur elini abadiy Xitoyning zimini qilishni nishon qilgan bo'lib, bu tashkilot hozirgacha Xitoyning bu maqsadini kafolatlantirib keldi. Agar Turkiya uningga a'zo bo'lib kirsa, Uyg'urlarga texmo og'ir ofat elib keladi ekan. Erkin Akram apandi bu vaqt to'xtalib mundaq dedi. Turkiya agarda shu Shanxay hamkorlik tashkilotiga rasmiy a'zo bo'lgan vaqtida bu ba'zi kelishimlarga imzo qilganda, u shartlarni to'plaganda undan keyin kira oladi dedik. Misoliga bir kelishim bor, 3 kuchga qarshi kurash qilish degan bir kelishim. Bu kelishimdagi bu 3 kuch Xitoy chetdan degan chog'da shu Uyg'urlarga qartilgan. Undaqda bu kelishimga Türkiye imza qo'ygan vaqtida Uyg'urlarga qarshi Turkiya bu a'zo davlatlar bilan birlikda harakat qilishga to'g'ri keldi. Turkiya buni qila olmadi, ya'ni. Ammo Turkiya hozirgacha shuni da'vatadi. Turkiya Xitoyning toprak butunligiga, egilik huquqiga hurmat qilganligini va Turkiyada Xitoyni bo'ladigan, Xitoyga qarshi chiqadigan har qanday faoliyatni qilg'izmaydi degan bir kapolat bergan bir ahvol bor. Bu hamda Xitoy uchun yetamdi, yetmamdi, o'ma bir masala. Bunda deb kelgan chog'da agarda Shanxay hamkorlik tashkilotiga kirgan taqdirda Turkiya, undaqda Uyg'urlarningki faoliyatlariga qarshi chiqish bilan birlikda ba'zi faoliyatlarni cheklaydigan ahvollar bo'lishi mumkin. Ya'ni Turkiya chetdan qanchalik foyda bo'ladi, u boshqa bir masala, ammo Uyg'urlarga qarta bir manfiy ahvolmi paydo bo'ladi deb o'ylayman.